Xazinam To'rtil tarbiyalash markazi hammamizning xazinasi. Son bir gullikning o'rtasidagi kichkina bir uyda bir ama kishi turar ekan. U gullarga yaxshi ajr qilg'ashqa, bir yilning ichidagi 4 faslning hammasida rang-barang, xushpuroq ejilib o'tirar ekan. Bir kuni bir yo'lovchi bu kishidan so'rabdi: "Ko'zingiz ko'rmaydigan tursa, buncha o'lajiq gulni beqib nima qilasiz?" Bu chaqda ama kishi u kishiga undaq debdi: "Shundaq, ko'zim ko'rmaydi. Ammo mening bu gullarimning xushpuroq hididan, go'zalligidan sizga o'xshash nurg'unlagan kishilar huzurimni oladi emasmi? Mana bu mening xushalliqim." Shundaq. Biz mana bu parchadan beg'ishlashning qimmatini his qila olamiz. Siz o'zingizni sevgan bilan yana o'xshashlar o'zgalarni, atrofingizdagi har bir kishini, har bir shaylarni suyalasangiz, bu hayot sizga kulib boqadi.